Zamokni ko'ylakka tikishimizdan oldin yaxshilab par berib dazmollab olishimiz kerak bo'ladi. Mana endi zamokni ko'ylakka tikishimiz kerak bo'ladi. Zamokni dazmollab oldik. Endi mana bu zamok tugash joyi, mana zamok kelib tugagan joyini ruchka bilan belgilab olamiz. Mana shu belgilagan nuqtamizda mana ko'ylak asosiy qismi astari qoladi. Asosiy qismiga mana bu holatda qotirib bulavkalab olishimiz kerak bo'ladi. Mana zamok yopilganda, oxirigacha yopilganda mana bunday kelib joylashishi kerak bo'ladi. Hozir mana shu holatda, mana shunday holatda pastgacha bulavkalab qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bulavka bilan qotirib oldik zamokni. Zamok tikadigan maxsus lapkamiz, potaynoy zamok tikadigan maxsus lapkamizni o'rnatib oldik. Mana mashinkaga o'rnatib oldim. Mana ko'rib turganingizdek zamok lapka o'rnatib oldik. Zamokni libosga bulavka bilan qotirib oldik va endi buni yaxshilab choklab chiqishimiz kerak bo'ladi. Yubka ulangan qismiga kelganimizda chokni tepaga qaratib yotqizib zamokni tikib ketishimiz kerak bo'ladi. Chokimiz tepaga qarab yotqiziladi. Zamok tikayotganda zamokni ham, asosiy matoni ham tortmasdan o'z holiga qo'yib tikiladi. Mana bu yubka ochiqlik joyi, yubkada ochiqlik tashlab ketilgandi avval boshida. Ana shu joyigacha taqab tikib kelinadi va zamokni bu yoq tomoni qolgan qismi hali kesib tashlanmaydi. Mana shu yubkani ochiqlik joyigacha tikib kelinadi va 8-10 sm zamokdan yana 8-10 sm ziyod qilib nuqta belgilab qo'yamiz va buni hali kesib tashlamaymiz. Bu hali oxirida kesib obработка qilinadi bu joyi. Mana oxirigacha taqab tikib oldik. Mana yubka ochiqlik qismiga oxirigacha tikib oldik. Mana zamokni yopgandagi ko'rinishi mana bu holatda bo'ladi. Mana chok, mana zamokni ochiqlik joyi. O'ng tomonidan zamok borligi bilinmasligi kerak. Mana shu holatda chiroyli qilib tikib olamiz. Endigi qiladigan ishimiz mana shu joyda ahamiyat berish kerak. Mana bu bel choki kelgan qism, mana zamokka o'rnatilgan qism. Ikkinchi tomoni ham xuddi shunday bel choki mana shu yerga joylashishi uchun belgilab olamiz mana. Mana bu bel choki. Birinchi tomonini qotirib oldik zamokni. Endi ikkinchi tomonni ham bel choki xuddi shu joyga kelishi uchun mana nuqta qo'yib oldik. Endi shu joyiga diqqat qilib tikishimiz kerak bo'ladi. Libos kiyilganda ikkala tomon bel choki bitta joyga to'g'ri kelib, mos kelishi uchun, chiroyli ko'rinishi uchun mana shu joyiga juda ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu tomonini ham xuddi birinchi tomondagi kabi hozir avval bulavkalab,
keyin choklab olamiz qotirib. Faqat mana shu joyiga e'tibor beramiz judayam. Zamokni ochamiz va ikkinchi tomonga bulavka bilan qotirib olamiz. Mana qizlar, ikkinchi tomonni ham zamokni choklab oldim. Mana zamokni o'tkazganimizda endi mana bunday holat bo'ladi. Mana zamok umuman ko'rinmaydi. Hali dazmollaganda ham yana ham aniq, chiroyli ko'rinadi. Zamogimiz borligi umuman bilinmaydi mana. Pastki tomonlari ham bu hali dazmolda yana dazmollab tekislab olinadi. Endigi qiladigan ishimiz zamokni mana orqa tomonda astarni yopib tikib olishimiz kerak bo'ladi. Endi shu joyda sizlarni lapkalar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mana bu zamokni hozir asosga qotirishda mana bu lapkadan foydalandim mana. Bu potaynoy zamok tikadigan maxsus lapka. Bu bilan zamokni asosiy matoga qotirib olishimiz, ko'ylakni asosiy qismiga qotirib olishimiz juda ham qulay, oson. Sotib, tekislab yotmaysiz, bittada chiroyli o'xshab chiqadi. Endi hozir astarini tikishda, astarini mana bunday qilib qotirishda mana bu lapkadan foydalanaman mana. Mana bunday lapkamiz bor. Bu ham zamok lapka deyiladi, lekin asosan zamok tikayotganda mana bu lapkadan foydalanaman. Bu juda ham qulay, ham ishimiz chiroyli chiqadi bunda. Bunda ham tikishimiz mumkin, bunda ham e'tiborliroq bo'lib chiqarsa bo'ladi, bunda ham tiksa bo'ladi, lekin men bunda zamokni qotirib tikib olaman va bunda hozir astarini yopaman va buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Har ikkalasi ham zamok lapka deyiladi. Mana buni ikkinchi tomonlamasi ham bor mana. Bu bir tomonlamali lapka bo'lsa, mana bu o'zi asosan mashinkamizni obichniy lapkasi, har doim bir chokli tikishimizda bu lapkadan foydalanamiz. Bu esa xuddi shuni bir tomonlama lapkasi. Buni ikkinchi tomonlamasi ham bo'ladi alohida. Endi biz hozir mana bu bir tomonlamali lapkani mashinkaga qotirib olishdan ishimizni boshlaymiz. Lapkamizni qotirib tayyorlab oldik. Endi mana hozir ko'rsataman. Mana zamok tikkanimizda e'tibor berishimiz kerak. Mana o'rta choki bir-biriga to'g'ri keldi mana. Siljib o'ynab ketmasligi kerak. Mana bu joylarda cho'zmasligimiz kerak. Boya aytib o'tganimizdek, matoni ham, zamokni ham cho'zmasdan o'z holatiga tashlab tikish kerak. Mana bunday dazmol qilganimizda tekis holat keladi va mana bu joyiga ham e'tibor berishimiz kerak. Mana bu tepa bo'yin qismi mana bir-biriga to'g'ri kelishi kerak, bir xil bo'lib. Endi buni ochamiz. Endi mana zamokni mana bu holatda tikib oldik biz. Endi astarli qismini mana aylantirib olib kelamiz. Mana bu zamokni tepadagi ortiqcha qismi mana bu tomonga yotadi. Mana shu holatda yotqizamiz va astar qismini ustidan yotqizamiz. E'tibor bering, mana bu bo'yin choki bu tomonga o'tib turishi kerak. 0,1 mm bu tomonga o'tib turishi kerak bo'ladi bizda. Mana shu holatda mana ko'rinyaptimi? Mana choki o'tib turibdi bu yoqqa. Mana shu holatda endi pastgacha bulavkalab qotirib olamiz. Mana shunday qilib astarlikni orqadan olib pastgacha bulavkalab qotirib chiqamiz. Mana bulavkalab qotirib oldik astarni. Mana astarni bulavkalab qotirib oldik. Men hozir sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bu tomonidan tikib ko'rsatmoqchiman mana. Mana bu chokimiz, mana boshiga qaytarganimizda bu tomonga o'tdi. 0,1-0,2 mm bu tomonga o'tdi. Endi mana
nimani tushuntirmoqchiman sizlarga. Mana bu chokimiz, bor. Asosga zamokni o'rnatib olgan chokimiz bor. Endi biz astarni yopiq chok qilayotganimizda mana shu chokni ustidan yurmaymiz. Bu chokdan 0,1-0,2 mm mana bu yoq tomondan yuramiz mana. Mana shu joydan chok uramiz hozir. Mana chokimiz bu yoqda qoladi. Biz mana bu yerdan chok uramiz hozir. Mana mashinkani svetini o'chirib tikyapman sizlarga ko'rinishi uchun, tushunarli bo'lishi uchun. Ko'rayotganingizdek mana chokdan 0,1-0,2 mm uzoqlikda tikib ketamiz oxirigacha. Oxirigacha tikmaymiz. Hozir bu joyini ham tushuntirib o'taman. Mana shu joyga kelganda ham e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi bor. Mana astar, mana bu astar. Mana bu asosiy ko'ylagimiz, mana bu astar. Astar qismini 3-4 cm gacha oxirigacha tikmaymiz. Mana 3-4 cm joy qoladi oraliq. Buni qotirib tikmaymiz hozir. Mana shu joyda mana bel chokiga yetganimizda zakripka bilan to'xtatamiz. Zakripka berib oldim. Mana chokimizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu hozir tikkan chokimiz, bu zamok o'rnatgan chokimiz. Mana oralig'i 0,1-0,2 mm da bo'ladi. Mana astarni 3-4 cm qoldiramiz. Oxirigacha tikib, mana bunday oxirigacha tikib olib kelmaymiz. Bu hali ish jarayonida ko'rsataman. Mana bunday holatda orqaga qaytishi kerak bo'ladi. Mana ochiq qoldirdik. Endi bu tomondan ko'rinishini mana teskari qilib ko'ramiz hozir. Mana ko'rinishimiz mana bu holatda. Ortiqcha iplarni qirqib tozalab olamiz. Mana bu holatda chiqdi mana. Mana zamokimiz bu o'ngidan ko'rinishi. Mana bu teskarisidan ko'rinishi. Teskarisidan ko'rinishi xuddi shunday bo'lishi kerak. Mana o'ngiga nisbatan ichkarida zamok biroz ko'proq ko'rinib turadi mana. Nimagaki zamok bemalol harakatlanishi uchun. Mana astar bilan tikilgan o'rni bu o'ngidan ko'rinishi. Hali dazmollaganimizda bu yana ham chiroyli holatga keladi. Mana burchak ko'rinishi mana chiroyli holatda bizga mana obrobotkamiz tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi tomonini ham xuddi shu holatda astarini avval bulavkalab olamiz va choklab olamiz. Uni ham oxiriga yetganda, bel qismiga yetganda astardan 4 cm joyini qoldirib, oxirigacha tikmaymizda, mana shu joyda zakripka bilan to'xtatamiz. Endi ikkinchi tomonini tikishga o'tamiz. Mana sizlar bilan birgalikda zamokni chiroyli qilib libosimizga tikib oldik. Mana teskari ko'rinishi, o'ngi ko'rinishi, dazmollab ham oldim. Endigi qiladigan ishimiz bel chokini obrobotkasini qilishimiz kerak bo'ladi. Bel chokini obrobotkasini qanday qilamiz? Mana bu yerda ichki qismidan qaraganimizda mana o'rtasida astar bor. Mana bu joyda yeng qismida astar yo'q va orqasida astar bor. Endi biz hozir buni mana bu holatda
qaytarib tikib qo'ysak, mana bu o'rta joyi, yeng qismidagi joyi mana bunday xunuk holatda qolib ketadi. Biz bunday qoldirmasligimiz kerak. Buni nima qilamiz hozir? Mana astarlik matoyimizdan eni 4 sm, bo'yi mana uzunligi 54 sm qilib lenta qirqib oldim. Chunki bel qismimiz 54 sm edi. Shunday lenta qirqib oldim. Mana matoni bo'yiga, eniga farqi yo'q. Lenta hosil qilib qirqib olamiz. Faqat kassoy bo'lmasligi kerak. Kassoy qilinmaydi. Bo'yiga yoki eniga matoni har ikki holatda ham qirqsak bo'ladi. Mana shu holatda lenta qirqib oldik. Endi buni tikib chiqishimiz kerak. Biz qayerdan boshlab tikamiz? Buni hozir mana bu zamokni oldida mana yubkamizni podklad qismida esingizda bo'lsa, mana 1,5 santimetrini mana 1,5 santimetrini qoldirib tikkan edik. Buni qotirmaganmiz yubkaga. Mana shu joydan boshlab hozir mana 1,5 santimetr joyga tegmaymiz. Bu ochiq mana shunday holatda qolishi kerak. Mana shu chok boshlangan joydan lentamizni mana qo'yib olamiz. Mana qo'ydik lentamizni. Mana yubkamizni podklad qismi 1,5 santimetr qoldirib, mana shu joydan bulavka bilan qotirib olamiz. Mana shunday qilib aylantirib qotirib chiqamiz. Mana bulavkalab qotirib oldik. Aylantirib hamma joyini bulavkalab oldik. Endi buni chok urib chiqishimiz kerak. Sizlarga ko'rinishi uchun mashinkani svetini o'chirib qo'ydim. Chok urib oldik. Endi bulavkalarni chiqarib olamiz. Endigi qiladigan ishimiz mana chok urib oldik. Endigi qiladigan ishimiz mana bu joyni ingichkalatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu juda ham qo'pol ko'rinadi. Hozir mana bunday qilganimizda qo'pol bo'lib ketadi. Mana shu narsani bo'lmasligi uchun mana shuncha qoldirib, bu yog'ini qirqib tozalab olamiz. Mana 1 santimetrga yetar yetmas 0,7 santimetrlar qoldirib, qirqib, chistka qilib chiqamiz. Va undan keyin mana bu holatda qaytarib tikamiz. Avval hozir qirqib tekislab olaman. Mana qirqib tekislab tozalab oldim. Mana hamma joyini bir tekisda qirqib oldim. Mana chokimiz. Endi mana bu lentamizni mana bitta qayiramiz va ikkinchi marta qayirib mana bu holatga keltirib olishimiz kerak. Mana shu holatda endi mana
bu chekkasidan, mana bu yoqdan chok urib, aylantirib chiqamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda mana shu yerdan 0,1 mm chok urib tikib olishimiz kerak. Mana bu yeri, mana bu joyi ochiq holatda qoladi mana shunday. Bu nimagaki? Mana astarimiz, ko'ylakni astar qismi mana bunday qaytarilganda ichida qolib ketadi. Mana bunday holatda. Shuning uchun buni mana shunday ko'rinishda mana qayirib 0,1 da chok urib olamiz. Mana chokimizni обработка qilib chiroyli ko'rinishga keltirib oldik. Mana bu holatda aylantirib tikib oldik. Mana ikki tomondan ko'rinishi ham toza, chiroyli holatda bo'ldi. Endiga qiladigan ishimiz mana yuqorida esingizda bo'lsa, mana yubkani patqiladi, mana yubkani patqiladi. Bunda ham 8-10 sm joyini ochiq qoldirgandik mana. Endi mana 1,5 sm bu yoqda qoldirganmiz. Endi mana shu choklarni o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni mana bunday ushlaymiz. Mana zamokka olib kelamiz. Mana zamok tikilgan joy. Mana bu o'ngi. Mana bu teskarisi. Mana bu ochiq joyi. Endi buni xuddi shu holatda zamokka yopishtirmagan holatda 0,1-0,2 mm bu yoqda qilib, chunki zamogimiz harakatlanishi kerak. Mana shu holatga olib kelib, mana shunday holatda ignaga bir qavat qilib ip o'tkazib olamiz va buni qo'l chokida yashirin chok bilan choklab olamiz. Buni mashinkada tikmaymiz. Mashinkada tikib qo'pol holatga keltirib qo'ymaymiz. Qo'l chokida chiroyli qilib обработка qilishimiz kerak bo'ladi. Astarli liboslarda mana shunday yashirin choklari albatta qo'l chokida qilinadi. Mashinkada tikilsa qo'polroq ko'rinib qoladi. Mana mayda qilib bitta bu yoqdan mana podkladni ilamiz, bu yoqdan tagidan mana zamokni 1 mm mana olamiz ignaga va tikib mana shu holatda davom etamiz. Chokimizni yashirib ketamiz mana. Mana 1 mm. Katta choklamaymiz. Juda ham noziklik bilan mana shu holatda choklab yopib olamiz buni. Mana bu joyga kelganda, mana zamokni sabachkasini oldiga kelganda, mana sabachka sig'adigan oraliq masofa tashlab ketishimiz kerak. Mana shu joyda. Mana shu yergacha tikib kelamiz hozir. Mana shunday qo'l chokida chiroyli qilib, akkuratni qilib, mana tikkanimizda ham juda ham noziklik bilan zamokni ilib olishimiz kerak. Zamokni tagidagi asosiy ko'ylakni ilmaymiz, yubka qismiga tegmaymiz, faqat zamokni o'zini nozik olamiz va choklashda davom etamiz. Mana ko'rib turibsiz, mana nozik holatda davom etamiz. Mana podyubkamizni qo'l chokida yashirin chok bilan choklab oldik. Mana bu ko'rinishga keldi. Mana chiroyli holatda. Mana bu ko'ylakni teskari tomoni hozir. Zamogini o'tkazamiz. Mana bu holatda akkuratni bo'lib ko'rinadi. Endiga qiladigan ishimiz, endi mana ko'ylakni teskari qilib oldim. Ko'ylakni teskari tomoni. Mana bu bel chokimiz. Endi mana bu astarligimizni mana ko'ylakni tekislab olamiz. Tekis qilib olamiz va astarligimiz yumshoq mato bo'lganligi uchun tikilish jarayonida bu yoqqa choklab, bu yoqqa surib tikkan vaqtimizda ancha-muncha cho'zilib, surilib qoladi. O'sha narsani hozir mana ko'ylakni tekislab olamiz. Tekislab oldik va mana o'zi ortiqcha joyi ko'rinib turibdi. Hozir buni mana bunday qaytarib tikishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda bizda ortiqcha joyi shundoq ko'rinib turadi mana. Mana ikkita joyi, ikkita tomonidan
ozroq qiyalatib, mana bunday qilib kesib, tekislab olamiz hozir. Hozir mashinkani ustida menga biroz noqulay bo'lyapti. Mana shu burchagini 1 santimetrda qiyalatib, o'rtaga olib borib, tutashtirib yuboramiz. Va xuddi shu narsani narigi tomonida ham takrorlaymiz. Mana ikkinchi tomoni. Qiyalatib chiqaramiz u yoqdan. Mana bu ko'rinishga keldi. Mana. Endi biz buni mana bu holatda bundoq qayirib, mana shunday qayirib, boya podyubkani qo'lchokda choklaganimizdek bir qavat ip o'tkazamiz ignaga va o'sha bir qavat ip bilan nozik qilib yashirin chokda, qo'l chokida mana shu joyini choklab chiqamiz. Mana shu joyini. Mana ko'rinyaptimi? Mana shunday holatda nozik qo'l chokida mana shu joyini choklab chiqamiz. Bu yerlari mashinkada urilmaydi. Mashinkada ursa qo'pol chiqadi. Shuning uchun qo'l chokida choklab olamiz. Mana qizlar qo'l chokida chiroyli akkuratni qilib obработка qilib oldik. Mana hozir yaqinlashtirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana chokimizni ko'rib turibsiz. Mayda chok, qo'l chok bilan akkuratni qilib obработка qilib oldik. Bu dazmolda yana ham tekis, chiroyli ko'rinadi. Endigi qiladigan ishimiz xuddi shu narsani orqa astarni yopishda ham ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim mana oldida ham ziyodcha joyini qirqib tashladik. Orqasida ham xuddi shu ishni qilamiz. Mana bu yerda mana tekislayapmiz. Mana tekislaganimizda o'zi shundoq ko'rinib turibdi ortiqchasi. O'sha ortiqcha joyini qirqib olamiz. Bu nimaga ortiqcha chiqadi? Mana matoyimiz yumshoq mato. Menda hozir poplin matosi astarligimiz. Bu tikayotgan jarayonimizda surilishi, cho'zilishi evaziga mana shunday ortiqcha hosil bo'ladi. Bu asosiy matoyimizda ham boyagi mana bu chokni obработка qilayotganimizda ko'rib o'tdik. Pittig'i chiqib ketib, matoyimiz mayda musorlar chiqib turganda ularni tekislab olib, mana bu joyini obработка qilgandik-ku, o'shanda mana bu qirqib tashlayotgan qismimiz narigi matomizda ham chiqib ketdi. Endi astarlikda ham mana shu ortiqcha joyini olib tashlaymizda, chiroyli qilib obработка qilib olamiz buni. Mana shu holatda hozir buni ham bulavkalab olamiz. Mana bir tomonni bulavkalab qayirib oldim. Bu tomonni sizlarga tushuntirish uchun qoldirgandim. Mana shu holatda akkuratni qilib qayirib bulavkalab olamiz va buni ham mana bu tomonidan boshlab chiroyli qilib mayda chok bilan qo'l chokda choklab olamiz. Va keyin qiladigan ishimiz dazmollash bo'ladi. Dazmollaganimizda bu choklarimiz yashirinib, yana ham chiroyli holatga keladi. Mana qizlar birgalikda chok obработкamizni tugatib oldik. Mana ichkari tomondan ko'rinishi. Mana shu holatda tugatib oldik. Mana ikkinchi tomoni va bu oldi qismi. Hozir dazmollashimizdan oldin qiladigan ishimiz zamok obработкасini tugatib olishimiz kerak. Bizda mana bu ichki tomonida zamok qolgan edi. Mana uzun holatda zamok qolgan edi bizda. Mana bu joygacha tikib kelganmiz zamokni. Endi mana shu tikib kelingan joydan boshlab 8 santimetr joy qoldirib belgi qo'yib oldim. O'sha belgidan 1,5 santimetr yana tashlab zamokni qirqib oldim mana. 1,5 santimetr joy tashlab zamokni qirqib oldim va mana bunday tasma qirqib oldim. Astarlik matoyimizdan mana shunday tasma
qirqib oldim. Endi buni zamokka qotirib tikishimiz kerak bo'ladi. Buni mana bu holatda ushlaymiz. Mana bu zamok, mana o'ng tomoni, zamokning o'ng tomoni. Mana bu tasmani mana bu holatda qo'yamiz. Mana shunday qo'yamiz. Mana bu chiziq chizgan, 1,5 santimetrda chiziq chizgandik. Mana shu chizig'imizdan choklaymiz hozir. Choklab, mana bunday o'girib, keyin ikki tomonga ichkariga qayirib va bu tomonini ham qayirib обработка qilib qo'yamiz hozir. Mana bu holatda bo'ladi. Hozir buni chiroyli qilib choklab chiqamiz. Mana zamokimizni обработкасini tikib tugatib oldik. Mana bu holatga keldi. Mana ko'rib turibsiz. Hozir bu par dazmolda par berganimizda ruchkamiz o'chib ketadi. Mana zamokimizni ko'rinishi. Hamma joyi akkuratni holatga keldi. Endi mana ko'ylagimiz to'liq bitdi. Hamma choklarini tugatib oldik. Endigi qiladigan oxirgi ishimiz, bu ko'ylakchada oxirgi qiladigan ishimiz. Mana biz boshida yengiga va yubkasiga zborka berish uchun ikkitadan chok berganmiz va o'sha choklarni o'rtasidan yurib choklab chiqqanmiz. Va endi mana ko'ylagimiz to'liq bitgandan keyin mana bu choklarimiz mana ko'rinyaptimi ekan? Mana bu choklarimiz mana ortiqcha choklarni yengda va yubkada bor bu choklar mana. Mana shu ortiqcha choklarni yengilgina ko'ylakka ziyon bermagan holatda sotib olamiz va ko'ylakchamizni to'liq dazmoldan chiqaramiz. Mana qiladigan ishimiz mana ortiqcha choklarini sotib olamiz va dazmollaymiz. Ko'ylakchamiz bitdi.